Sukunat ko'ngillarga sokinlik ulashuvchi kalit. Jon qizim, o'g'limni sevmasligingizni bilaman. Sevib qoling deyotganim ham yo'q. Faqat iltimos, uni aldab turing. Hech bo'lmasa shuning iloji bordir, bolam. Qo'llarimga yopishib, yalinib turgan bu ayolning qayeridir onamga juda o'xshab ketardi. Qayeri? Menimcha, ko'zlari bo'lsa kerak. Mehribonimning nigohlari ham shunday chiroyli va ma'yus. Birdam ko'nglim bo'shab, ko'zimni chirt yumib o'sal yigit yotgan xonaga kirib, onaizor iltimos qilganday aldamoq fikri yalt etdi. Ammo yana oniy lahzada aqlimni yig'ishtirib oldim. Yo'q xola, yolg'on gapirish qo'limdan kelmaydi. Aldamayman. Keladi bolam, uddasidan chiqasiz. Uddasidan chiqarmishman. Nima? Aldash shunchalik osonmi? O'g'lini-ku jinimdan battar yomon ko'raman. G'irt jinni-ku u. Stol ustida ochiq turgan darslikka ishora qilib besraydim. Hali dars qilishim kerak. Ertaga oraliq sinovim bor. Tayyorlanmasam bo'lmaydi. Yuzlari taram-taram ajinlar bilan g'ijimlanib ketgan ayol izzillab yig'lab yubordi. Men sizga unga teging deyotganim yo'q-ku. Nahotki ikki og'iz gapni aytish shunchalar qiyin bo'lsa. Xola, chiqib ketmasangiz, bo'lim boshlig'iga arz qilaman. Bu kasalxonada faqat sizning bolangiz yotibdimi? Har bitta kasalning ko'ngliga qarayversak, nima bo'lishini bilasizmi? O'zi zo'rg'a ishga joylashgan bo'lsam, iltimos, chiqib keting. Yelkalarigina emas, g'am ummoniga butun gavdasi bilan cho'kayotgan bu ayolni muolaja xonasidan har safar majburan chiqarib qo'yardim. Ular ham men kabi vodiylik. O'g'li bedavo dardga chalingan. Aytishlaricha, bemorni ko'rsatmagan doktor, tabib olib bormagan joylari qolmagan. Axiri 1 yil avval shu kasalxonaga olib kelishgan ekan. Ilk marta u yotqizilgan xonaga kirib, angrayib qolganim yodimda. Yerga to'shalgan yungi bir g'arish gilam, oxirgi rusumdagi televizor, muzlatgich va o'sha vaqtlarda anqovning urug'i bo'lgan koreys havo sovutgichi bilan to'ldirilgan 15-xonaga boshlab kirgan katta hamshira ochilgan og'zimni yopib, karavotda bir hovuch bo'lib yotgan kasalga ishora qilgandi. Fozilov Farhod. Yoshi 28 da. Kechasi yotishdan avval 2 ukoli va dorilari bor. Qolganini kunduzi qizlar qilishgan. Shu xolos. Ha, yana bir gap. Tomiriga yaxshi tushar ekansiz. Shu ukamizga ertalabki tomchi dorisini ham o'zingiz ulab qo'ysangiz. Ninani tomirga joylasangiz bo'ldi. Qolganini mana oyisi qarab turadi. O'sha vaqtda endigina institutning 3-bosqichini bitirayotganim bois og'irroq bemorlarni deyarli uchratmagan edim. Qarshimda yotgan va kasallik tarixiga ko'z yugurtirayotganim qoq suyak odamga qaradim. Ustixoni va terasigina qolgan bemor ustiga yopilgan oppoq choyshabdan ham rangparroq edi. Uni boshdan oyoq kuzatib chiqar ekanman, nogoh ko'zim ko'zlariga tushdi. Tavba. Uning butun holatini inkor etib, hayotga chanqoq bir juft ko'z yonib turardi. Menga baqrayib qarab turganidan uyalib, eshik tomon burildim. Shundagina ortimdan momaqaldiroqdek gurullagan ovoz eshitildi. Sojida opa, yangi hamshira bilan tanishtirmadingiz-a? Kim? Ismlari nima? Taqqa to'xtab, ortimga burildim. Voy, gapirgan shu odammi? Ko'zigina emas, chakagi ham baquvvat-ku. Menga bo'limning past balandini ko'rsatib bemorlar bilan tanishtirayotgan Sojida opa
xandon otib bemorga yaqinlashdi. Voy ukaginam ey, hech donjuvonligingiz qolmadi-da. Bu yangi hamshiramiz, talaba, o'qiydi, bo'lajak shifokor. Ismini esa keyinroq bilib olasiz. Bo'ladimi? Opa, aytdim-ku, ismini o'zingiz bilib olasiz. Bemor ismimni so'ragancha qolaverdi. Biz keyingi xonaga o'tdik. Oradan 2 oy vaqt o'tdi. Darslarimiz qiyin, lekin ishlamasam bo'lmasdi. Ish o'rganyapman. Ancha qo'lim kelishib, tibbiyot uchun o'ta muhim bo'lgan amaliyotni o'tayapman. Hammasi yaxshi, ammo bir narsa dilimni xira qilardi. Bemorlardan tortib, shifokorlargacha qitmirlik bilan 15-xonaga ishora qilishar, haqiqiy ismim qolib, hamma Shirin deb chaqira boshlaganidan qattiq jahlim chiqardi. Buning hammasi shu dardi bedavo oshig'imning ishi ekanini bilsam ham, urushib zahrimni socha olmasdim. Chunki nomi xunuk bu shifoxonada yotgan bemorlar uchun bir og'iz gap ular hayotiga nuqta qo'yish bilan barobar edi. Fozilov yotgan xonaga yonida kimdir borligidagina kirib, o'z vazifamni bajargach, tezda chiqib ketardim. Bo'limdagi qochirimlar, hazil mutoyibalar qanchalik qaynoq bo'lmasin, yigitning menga nisbatan muomalasi chegaradan chiqmas, har doim shu bugun biror narsa desa boplayman, deya tayyorlab qo'ygan gaplarim bo'g'zimda qolardi. U qiz bolalargagina xos hurkaklik bilan qo'rqib turganimni sezib, mum tishlagandek umuman gapirmas, faqatgina katta-katta ma'yus ko'zlari bilan tikilib, chuqur xo'rsinib qo'yardi. Shu nigoh va xo'rsinishning o'zi uning bor tuyg'ularini izhori ekanligiga tushunib turardim. Bir kuni bemorlar yotgan xonalardan birida chiroq allamahalgacha o'chmadi. Agar shu vaqtda navbatchi shifokor kelib qolsa, gap eshitishim tayin edi. Kirsam, bir to'p kasallar yig'ilib, shashka o'ynab o'tirishgan ekan. Ularga hamma narsani yig'ishtirib, joylariga yotishni buyurdim. Endi chiroqni o'chirib, eshikni yopayotgan chog'im yosh kattarog'i iltijo bilan yuzlandi. Shirin, Farhodni ko'p qiynamang qizim. U yomon bola emas. Muhabbat oldida shohu gado barobar deyishadi-ku. Bola faqir ham, ahvoli ma'lum bo'lsa-da, sizga ko'ngil qo'ygan. Farhodjon, nima? deb bu mavzuni boshlagan bemorga o'qrayganimni bilaman. Qolganlar ham chug'urlab ketishdi. To'g'ri, qiynamang singlim. U sizni rostdan yaxshi ko'radi. Rost, biz kafilmiz. O'zingizga ayta olmaydi. Zerikmasin deb xonasiga chiqsak faqat siz haqingizda gapiradi. Yaxshi bola-ku, bechorani qancha umri bor, yaratganning o'ziga ayon. Bo'ldi. Jahlim chiqqanidan eshikni shunaqa qattiq yopibmanki, darrov ovozlari o'chdi. Maslahatchilarga-ku hech narsa deya olmadim. Ammo bor alamimni ertalab Fozilovni o'zidan oldim. Har doim kirishim bilan onasi choynak yoki piyola ko'tarib oshxonaga yugurgilab qolardi. Har gal ayolning chiqib ketishini xohlamay, deyarli buyruq ohangida orqaga qaytarardim. Bu gal indamadim. Onasi chiqqach, bemorning salomiga ham alik olmay, osma ukolni tayyorlay boshladim. Uning ozg'in bilagidagi tomirini bir urinishda topardim. Bu gal tusha olmay, bir pas kavladim. Boyaqish joni azoblansa-da, miq etmay jilmayib turardi. Ikkinchi bilagini ochishni buyurib, hamon kulib turgan yigitga butun zahrimni sochdim. Meni dadam qo'ygan ismim bor. Indamay eshitadi degandim qayoqda. Pulemyotning o'qiday sayrab ketdi. Ismingizni bilaman. Navbatchilikka kelmagan kuningiz qulog'imga kamida 10 marta, kelgan kuningiz 50 marta eshitiladi. Shu bitta aybim bor-da. Kimningdir tilidan yangragudek bo'lsa, shunaqa qizg'onaman. Bas. O'qrayib, jo'shqin qalb izhoriga nuqta qo'yar ekanman.
Borib derazani ochdim. Yuzimga muzdekkina havo urilib, ko'nglim yayrab ketdi. Bo'lajak shifokor bo'lsam ham, kasalxonani, manavi chala faylasuf oshiqning muhabbati tufayli kasallarni ham yomon ko'rib qolyapman. Tavba, o'zi bir ahvol. Muqarrar o'lim hukmi bilan yakunlanuvchi dardga asir u, yana kimnidir sevib qolganiga o'laymi? Qolaversa, Sojida opa aytgandek, donjuanligi haqida hamma biladi. Mayli, o'qishni bitirishingizni kutaman. Keyin sovchi qo'yib uylanaman. Dang'illatib to'y qilamiz. Bu yerda yotgan hamma kasallarni, doktorlarni allaqachon tantanaga taklif qilib qo'yganman. Faqat iltimos, Fozilov deb familiyam bilan chaqirmang. Mening ham o'z ismim bor. O'chiring. Sizni pismiq, indamay jim yotadi desam, tuppa tuzuk sayrarkansiz-ku. Qanaqa to'y? O'ylab gapiryapsizmi? Ahvolingizga davom etmoqchi edim-u, tilimni tishladim. Zaharligim qursin. Kelib, shu bir burda odamga nishimni sanchamanmi? Igna tomirni topgani noqulay vaziyatdan chiqib ketishimga yordam berdi. Qarang, tomirni topdim. Bo'ldi, endi indamay yoting. Igna chiqib ketadi. Bemor nima demoqchi bo'lganimni allaqachon tushungandi. Siniqqina jilmayib, rahmat aytgach, ko'zida halqagan yoshni ko'rsatmaslik uchun devor tomonga burildi. Tibbiyot xodimining odobiga to'g'ri kelmaydigan tarzda qo'pol gapirib, chegaradan chiqqanimni tan olib yumshadim. Kechiring. Mendan 7 yosh katta ekansiz. Mayli, familiyangiz bilan chaqirmayman. Sizni aka deya qolay. Meni to'g'ri tushuning. Yuragimda muhabbatga o'rin yo'q. Hali ko'p o'qishim kerak. Oilada ko'pchilikmiz. Men eng to'ng'ich farzandman. Agar gapim chiqib ketsa, dadam singillarimni o'qitmaydi. Siz tufayligina ishdan keta olmayman. Chunki bu kasalxonada boshqa joyga ishga kira olmaganim uchungina ishlayapman. Aslida 3-bosqichdan bizni hamshiralikka olishlari qonun kasat. Rostini aytsam, institutdan olgan ma'lumotnomamni o'zim 4-bosqich talabasi deb to'g'rilab olganman. Ishdan quvilsam qiynalib qolaman. Faqat iltimos, meni noqulay vaziyatga qo'ymang. Yarim kasalxona Shirin deb chaqiryapti. Devor tomonga o'girilib ko'zlarini yashirib yotgan bemor shart o'girilib kulib yubordi. Xohlaysizmi yo'qmi, men sizni faqat Shirin deb chaqiraman. Tilimga xo'jayin emassiz. Voy, g'irt artist ekan-ku bu. Men rahmim kelib, sal erisam-u, u kuchi yig'ib yana hujumga o'tsa. Ko'nglingni ko'chasidan urgildim. Yana tutoqib ketdim. Shirinmish. Ahmoqonasim sizga laqqa ishonuvchi qizlarga siylov. Shirin, sizning chaqmoqonasimmi? Alisher Navoiyni o'qiganmisiz? Yo'q, o'qimaganman. Bo'lishi mumkin emas. Sizday chiroyli, aqlli qiz bobokanonlarimizning asarlarini, mashhur dostonlarini bilmasa. Junundun so'zga birdam bo'lmay ogoh. Gar ortiq so'z dedim, astag'firulloh. Ilohiy boqmag'il majnunlig'img'a, karamdin chora qil mahzunlig'img'a. Yetar, dedim Farhod monologini cho'rt kesib. Men adabiyotdan dars olgani kirganim yo'q. Haddingizdan oshmang. Himoya qiladigan aka-ukalarim bor. Indamasa, kasalman deb boshga chiqib olish ekandi. Boshingizga chiqmayman Shirin. Yuragingizga kiritsangiz bo'ldi. Yana Shirin deydi-ya. Tomchi dorining to'g'ri ketayotganidan ko'nglim to'lib, tashqariga yo'nalar ekanman. Ilondek zahrimni sochdim. Ikki quloqingiz bilan eshitib oling. Siz o'ylagan yengil tabiat qizlardan emasman. Don Juan, ma'zur tutadilar-u, sizni ikki dunyoda ham yuragimga kirgizmayman. Men kelguncha boshingizdan kechirgan barcha muhabbat dostonlaringizni eshitdim. Ularga o'xshab
laqqa tushmayman. Siz ularga o'xshamaysiz. Bu gapni shunchalik oddiy aytdiki, yana bir hamla bilan javob qaytarishga hojat ham yo'q edi. Eshikni shart ochib, uning onasi bilan to'qnashib ketdim. Gap poylab turgan chog'i g'alati ahvolda kovlanib qoldi. Bir narsa demoqchi edim, u g'amgin nigohlariga qarab gapira olmadim. Fozilovning otasi viloyat rahbarlaridan biri edi. Kuniga kazo mehmonlar tashrifidan bezor bo'lguvchi farroshlar birpasdan so'ng iljayib qolishar. Sababi 15-xonadan chiquvchi xilma-xil yeguliklar, xalta meva-chevalar, shifokor, hamshiralardan tortib hammaga yetib ortardi. Bir-ikki marta ajabtovur qutida shokolad ko'tarib chiqqan onasi qo'rs muomalamni ko'rib berishga betlamay, sekingina orqaga qaytib ketganidan boshqa hamshiralarning jahli chiqar. Ayniqsa allaqachon yerga tekkan va ko'pincha men bilan navbatchilikda qoladigan Feruza opaning hasratidan tutuni chiqib qolardi. Yomon tarang qilding-da. Nima shu shokoladni olib qolish shunchalik qiyinmi? Bechora bola nima umidlar bilan chiqargan ekan? Rahmat deb olib qolsang qizimga olib ketardim. Menga qara singiljon, o'zing ham vodiylik ekansan. Bu turqi sovuq kasalxonada havasga ishlamayotgandirsan? Shu bolaga tegib qo'ya qol. Nimalar deyapsiz, opa? Qanaqasiga tegaman? O'qishim bor. Qo'y, bahona qilma. Nimaga noz qilayotganingni bilaman. Baribir o'lishini bilasan-da. Sening o'rningda bo'lganimda uning muhabbatiga jiddiy qarab, o'ldim-kuydimlariga quloq solib yurardim. Tap etib o'lib qolsa, boyvachcha otasi seni quruq qo'ymaydi. Kasal uyqumli bo'lmasa, nari borsa, bir-ikki qo'lingdan ushlar, o'pib qo'yar. Yuvsa ketadi-ku. Tunov kuni onasi senga yalinayotganini eshitib qoldim. Boshingizdan zar sochaman deyaptimi? Hamma ko'rib turibdi-ku, qanaqa shishka ekanliklarini. Kimsan, kasalxonaning bosh shifokori ularning atrofida parvona. Vazirlikdan ham kelib turishadi. Sen nimani bilarding? Mana men 4 muchasi butun ho'kizga tekkanman. Kekkayib falon restoranda to'y qilib oldi-yu, hozir xemiri ham yo'q. Soxta suhbatiga uchdimmi, karillaganigami bilmayman. Yashab turgan uyimizdan shu kasalxona 1000 marta chiroyliroq. Unga emas, mana shunaqa boy kasalga erga tekkanimdami? Yolg'ondan o'ldim-kuydimni o'rniga qo'yib, o'lganidan keyin mazza qilib yashardim. Opa, birinchidan sevgi muhabbat o'yinchoq emas. Ko'nglim jiz etmagan insonga qirol bo'lsa ham turmushga chiqmayman. Ikkinchidan, mening ham o'z orzu-havaslarim bor. Kasalni aldab, mol dunyosidan bahramand bo'lish niyatim yo'q. Feruza opaga almoyi-jalmoyi nasihatlariga amal qilmaganim bir alam qilsa, atay Fozilovga ko'rsatish uchun farrosh qilib ishga joylangan singlisi bee'tibor qolayotganidan 2 karra alam ortardi. Umuman olganda, turmushga chiqmagan qiz zoti borki, shu yerda ishlaydimi, yotadimi, bundan qat'iy nazar 15-xonaga kirishni, boyvachcha oshiq yigitning ko'ngliga yo'l topishni juda ham xohlardi. Kamina hammasiga beparvo, haftasiga 2 marta darsdan so'ng navbatchilikka kelib, ertalabki 5 minutlikka qolmay kasalxonani tark etardim. Qish oxirlab, ilik uzildi boshlangan palla bo'limdagi bir nechta og'ir bemorlar ham omonatini topshirib, yangilari ularning o'rnini to'ldira boshlashdi. Bu yerda ishlash juda og'ir edi. Haftasiga bo'lmasa ham 2 haftada bir kimlardir yaqinining jonsiz murdasini yoxud joni ipga osilib turgan tanasini olib chiqib ketishardi. Avval o'liklarni ko'rib qo'rqardim. Keyinchalik kalima qaytargancha iyagini bog'lab qo'yishdan ham cho'chimaydigan bo'ldim. Fozilovni ham ahvoli og'irlashib,
bir necha marta jonlantirish bo'limida yotib chiqdi. Uning kasallik tarixiga bitilgan tashxisi, qilinayotgan muolajalar ro'yxatini o'qib, hamon tirikligiga ishonmasdim. Men hamon onasining o'g'lini aldash taklifini rad etib, ularning xonasiga ortiqcha kirmaslikka harakat qilardim. Shunday kunlarning birida bo'lim mudirasi xonaga chaqirayotganini aytib qolishdi. Ishga endigina kelganim uchun shoshib xaltamni kiyib, uning huzuriga kirdim. 40lardan o'tib qolgan mudira Shohida opaning yonida o'tirgan Fozilovani ko'rib, gap nimadaligini tushundim. Demak, shikoyat qilishgan. Salom berishim bilan xalatini yechib ketishga chog'langan Shohida opa, iltimos singlim, opaning gaplariga quloq soling. Bu sizga boshlig'ingiz sifatida buyrug'im, deganicha chiqib ketdi. Hozir yana yig'i-sig'i, yalinish boshlanishidan bezib qolgan ko'nglimga qarshi chiqib, uning ro'parasida o'tirdim. Mendan avval yig'lab olgani ko'rinib turgan ayol avvalgidek yalinmay, iltimos qilmay, ko'zlarimga ilk marta nafrat bilan boqib, gapning indallosini aytdi qo'ydi. Farhod reanimatsiyada. Uni Moskvaga operatsiyaga olib ketishimiz kerak. Rozi bo'lmayapti. Iltimos, agar ozgina odamgarchiliging bo'lsa, jimitday vijdoning bo'lsa, u bilan gaplashib, bu yerdan ketishga unatib ber. Fozilova boshqa hech narsa demadi. Otilib xonadan chiqib ketdi. Men karaxt ahvolda qolgandim. Chunki o'ta yumshoq, beozor, har doim ming istihola bilan yuzlanuvchi xokisor ayoldan bunday muomalani kutmagandim. Birozdan so'ng orqasidan yugurib chiqdim. Ko'z yoshlarini bemor o'g'liga ko'rsatishni istamagan ona uzun yo'lak oxiridagi derazadan tashqariga qarab turgan ekan. Unga asta yaqinlashdim. O'sha vaqtda meni qanday hissiyotlar chulg'aganini bilmayman. Bir ahvoldagi ayolni qalbidagi dardiga hamohang titrayotgan yelkasidan quchoqlab, yig'lab yubordim va Farhod bilan gaplashishga, uni jarrohlik amaliyotiga ko'ndirishga va'da berdim. Onaizor ham meni bag'riga bosdi. Izzillab yig'lagancha peshonamdan o'pdi. Bolajonimni yeta olmaydigan orzusidan aylanay. Farhodimning shirinidan aylanay. Ilohim baxtli bo'lgin qizim. O'g'lim, shu dard o'lgurga chalinmaganda-ku, ostonangdan yotib olib bo'lsa ham uyimga yor-yorlar bilan olib kelardim. Bedavo o'g'limning erkaligini kechir qizim. Uni arang yupatar ekanman. Shuncha payt mushtipar ayolni qiynab kelganimdan o'zimdan nafratlanib ketdim. Hamma qo'rsliklarimni kechirib, duolarini yog'dirayotgan ona endi o'g'li tuzalib qolgandek ko'zlarida umid uchqunlari porlay boshlagandi. 3 kundan so'ng yana navbatchilikka keldim. Bugun yakshanba. 24 soat ishlashim kerak. Navbatni topshirayotgan hamkasbim Fozilovni jonlantirish bo'limidan olib chiqishganini, unga dag'allik qilmay muomala qilishimni uqtirar ekan, qo'shib qo'ydi. Hammamiz ham bir kuni bu yorug' olamni tark etamiz. Yigitning hech qancha umri qolmagan. Oilasining e'tibori tufayli shunchalik yashayapti. Hakim G'ofurovichning o'zi Moskva tugul Amerikada ham yordam bera olishmaydi debdi-yu, baribir uni Rossiyaga olib borishmoqchi. Kechqurun 2 marta qon qayd qildi. Hozir ancha holdan toygan. Umuman uxlamay chiqdi. Iltimos, qattiq gapirmang. Xo'p degancha kiyimlarimni almashtirar ekanman, vaziyat o'ta jiddiy ekanini his qildim. Boshqa bemorlardan bir xabar olgach, hamshiralar va farroshlar uchun ajratilgan xonaga qaytdim.
kiyim shkafiga o'rnatilgan bo'yim barobar oynaga qarab, sochlarimni tuzatar ekanman, labimga nim pushti bo'yoqdan surib jilmaydim. Tavba. Bugun bahorning 3-kuni-yu, uni endi his qilyapman. Balki ertalabki yoqimli shaboda sababmikan? Oynadan o'zimga qarab turgan aksimga diqqat qildim. Unda 21 ga qadam qo'ygan qizning bor malohati, chiroyi va nazokati bilan birga tog'dek baland g'ururi aks etib turardi. Ha, bizning qishloq qizlarining g'ururi shunaqa baland bo'ladi. Esimni taniganimdan buyon qulog'imga qo'rg'oshinday quyiluvchi o'gitlarni eslab, olis bolalikka qaytgandek bo'ldim. Men katta bo'lgan joyda qiz bolaning sha'ni nihoyatda ehtiyot qilinardi. Balki hamma joyda shundaydir. Lekin bizda yarimta oshiqcha gap tarqalsa, katta isnot. Har bir qadamimizni o'ylab bosardik. Dadam dunyo ko'rgan va ancha zamonaviy oila boshlig'i bo'lgan bilan farzandlar tarbiyasida o'ta qattiq qo'l edilar. Shahar maktabiga qatnab o'qirdim. Yuqori sinfga o'tganimizda turli sanalarni oqshomgi diskotekalar bilan nishonlash urf bo'ldi. Ularga borish uchun o'zim hech qachon dadamdan ruxsat olmasdim. To'g'rirog'i, izn so'rashga ham botina olmasdim. Sinfdosh qizlarimiz bir to'p bo'lib kelib, dadamdan ruxsat so'rashar, ko'pchilikning iltimosiga yo'q deya olmagan padari buzrukvorim soat 6 da uyda bo'l degan buyruqdan so'nggina uydan chiqardim. Diskoteka degani ham ajoyib bo'lardi. Ikkita kolonka qo'yilib, maktabimizda o'qiydigan xushovoz yigitlar qo'shiq aytishar. Biz yigitlar qizlar alohida o'zbekcha raqsga tushardik. Faqat o'ta dadil tarbiya olgan va umuman tarbiyaga begona qizlargina yigitlarga belini ushatishning o'zi uyat edi-da. Nim qorong'i zalda ijro etiluvchi bu raqs turini biz qishloqlik qizlar hech hazm qila olmas va kimdir qo'limizdan tortsa, gunohga botgandek tashqariga chiqib ketardik. Yaxshiyam vals talablarga binoan 2 martadan oshmaydi. Qolgani o'zimizning to'ybob taronalar. Hozir eslasam kulaman. Holdan toyguncha o'ynar ekanmiz. Kimgadir o'zimizni ko'rsatish uchun emas, shunchaki vodiyliklarga xos quvnoqlik bor edi qonimizda. Diskoteka deganlari 5 dan avvali boshlansa mayli, belgilangan vaqtda ortga qaytaman. Ammo u ko'pincha aytilgan soatda emas, hamma yig'ilgach 6 dan so'ng boshlanardi. Ana o'shandagi holatimni ko'ring. Qizlarning hayhaylashiga ham qaramay uyga yugurardim. Otamning ishonchini yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim. Yana bir yodimda qolarli voqea Toshkentga o'qishga kirib, Marg'ilon vokzalidan kuzatilayotgan chog'im ro'y bergan. O'shanda gaz 24imizda meni poyezd stansiyasiga olib kelgan dadam shoshayotgan qiziga hali vaqt borligini aytib, ochilgan eshikni qayta yopishni buyurgandilar. Hayron bo'ldim. Ular qayerdandir bir qarich oq ip topib, qora shimini ustiga qo'ydilar. Birozdan so'ng qizini bag'ridan yulib ketuvchi poyezdning yo'liga uzoq tikilib so'z boshladilar. Qizim, bugun sen birinchi marta mustaqil katta shaharga ketyapsan. Shu kungacha nazoratimda bo'lib Xudoga shukr yuzimga oyoq bosmading. Qarasam, dadamning ko'zlari jiqqa yosh. Ularni yupatmoqchi bo'lib qo'l cho'zgandim. Uzalgan qo'limni muallaq qoldirib, tizzasidan sal teparoqqa tashlangan oq ipni to'g'irladilar. So'ng unga ishora qilgancha davom etdilar. Hozir shu yo'li boshida turibsan. Qara oppoqligini. Agar bergan tarbiyamga xiyonat qilmasang, xohlasang Yevropaga borib bilimingni mustahkamlab kel. Mabodo to'g'ri, oppoq yo'ldan og'ishib ketsang, 4 tomoning hayoting
mana shunday qop-qora zimiston bo'ladi. Ikki quloqing bilan eshitib ol. Men seni ikki dunyoda ham kechirmayman. Toshkentda ham quloqim bor. Har bir qadamingni hisobini olib turaman. Uqdingmi? O'sha vaqtda poyezdga kechikmaslik uchungina shoshilinch va'da bergan bo'lsam ham, atiga bitta misol bilan qalbimdagini aytgan dadamning nihoyatda aqlli inson ekaniga tan berganman. Begona shahardagi hayot oson emas, ammo endi hammasi jonimga tegib, osonroq yashashni xohlab qolganimda dadamning gaplari yodimga tushardi. Poytaxtdagi quloqlaridan emas, o'sha bir qarich ipdan qo'rqardim. U meni qayerda turganimni ko'rsatib, tuzog'iga ilintirmoqchi bo'layotgan shaytonning bo'yniga sirtmoqday tashlanardi. Shuning uchun o'ldim kuydim kabi sevgi izhorlariga ham, yigitlarga ham befarq edim. Buni hamma kursdoshlarim, hattoki bizdan 2 bosqich yuqorida o'quvchi yana bir oshig'im ham bilar. Shu sabab haddi sig'ib yurak yutib ko'nglini ocha olmasdi. Fozilovga kelsak, nima qilsam, qanday yo'l tutsam to'g'ri bo'lar ekan degan savol miyamni parmalab, goh bechora Farhod monologi, goh bolasining erkaligini kechirishni so'ragan ona, goh birin-ketin o'lib ketayotgan bemorlarning iltimosi bo'lib, qulog'im ostida jaranglardi. Axiri qarama-qarshi istaklarimni aql tarozisi bilan chamalab, ertalab metroga kiraverishda sotib olgan bir bog'lam boychechaklarni qo'limga oldim. Ularni huzur bilan hidladim. Balki bu bahor kimlar uchundir eng so'nggisidir. Bu chechaklarchi? Ularni yana ko'rmoq kimgadir nasib qilmas. Qancha odamlar tutdek to'kilib ketayotganini ko'rib turibman. Bo'ldi. Bemor yigitning ko'ngliga qarayman. Hech bo'lmasa, onamga juda o'xshab ketuvchi yumshoq dil onasi uchun ham shunday yo'l tutaman. Shamdek so'nib borayotgan inson uchun yaxshilik qilaman. Menga shu boychechaklar dalda bo'ladi. Aldayotganimni ham faqatgina shu gullar va Alloh biladi. Uning so'nggi bahoriga quyoshdek charaqlab kirib boraman, deya ahd qilib yo'lakka chiqdim. 15-xona 20 qadam narida. Ammo shu masofa oralig'ida ko'nglimdagi qarama-qarshiliklar isyon ko'tarmasin degan xavotirda shaxdam qadamlar bilan borib eshikni taqillatdim. Kiring. Birpas atiga 1 daqiqa ikkilandim. So'ng bor kuchimni yig'ib, ilk marta bu xonadan tabassumimni qizg'onmay, "Assalomu alaykum" degancha ostona xatladim. Uning ahvoli haqiqatdan ham og'ir edi. Yana ham ozib ketgan. Ustiga yopilgan choyshabning bilinar-bilinmas qimirlab qo'yayotganigina uning ostida hali jon tark etmagan tana borligidan darak berib turardi. Oq kulrang tusdagi, yuzida dardning og'ir azobi zohir, hayotga tashna ko'zlari ham yumuq edi. E'tibor bermagan ekanman. Kipriklari quyuq ekan. Go'yoki dushman shu ko'zlar orqali kirib ketadiganday, vatanini himoya qilishga shaylangan jasur askarlarga o'xshab, sergaklikni yo'qotmay safda turishardi. Onasi o'tirishim uchun o'rindiqni so'rar ekan, o'pkasini bosa olmay yig'lamsiradi. Aytishicha, kecha jonlantirish bo'limidan olib chiqishganida yaxshi ekan. Kechga borib yana og'irlashibdi. Hamshira aytganidek, bir necha marta qon qayd qilgan. Endi Moskvaga olib borishga ham hojat qolmaganmish. Onaizor gapirar, men esa go'yo buning hammasiga o'zim aybdorday yerga qaragancha boshimni xam qilib o'tirardim. Ertaga qishloqqa olib ketamiz. Bu yerda joni uzilmasin. Alloh nolalarimni eshitmadi bolam. Birdamgina
Shu mushtipar ayol qiyofasida o'z onamni ko'rgandek bo'ldim. Axir farzand dog'i volidamga begona emas. U ham Fozilovning onasi kabi kasalxonaning sovuq devorlariga suyanib, yaratganga munojat qilganini va kimlargadir yalinib, jimitday umidga mo'ltirab turganlari ko'z o'ngimda namoyon bo'ldi. Alloh ona zotini faqat sinovlar uchun yaratadimi? Erta-indin sovuq jasadini ko'rib, telbavor dodlovchi onai zor yagona dilbandidan so'ng bu dunyoda yashashga kuch topa olarmikan? U o'ladi bolam. Meni bag'riga bosib izillab yig'lab yuborgan ayolning dardidan tanamdagi 206 suyagimning bari qarsillab sinib ketganday bo'ldi. Ey Parvardigor, nahot bir ojizanga bergan shuncha kuching yagona bir donagina farzandini bag'rida olib qolishga yetmasa? Unday demang, xolajon. Arang tilga kirdim. O'g'lingiz o'lmaydi. U albatta yashaydi. Shu so'zlarni aytarkanman, qanday qilib bemorning qoq suyak qo'lini kaftlarim orasiga olganimni bilmay qoldim. Vijdon azobida qiynalayotgan qalbim aqlimga bo'ysunmay, harakatlarimni boshqara olmasdi. Yigitning sovuq qo'llarini qancha vaqt ushlab turganimni bilmayman. Tinmay pichirlardim. Allohim kechir. Shu yigitning jonini olib, gunohkor bandangni bir umr qiynalib yurish azobiga mahkum etma. Meni birinchi marta ko'rib turganday nima qilishni bilmay, lol qolgan onasi go'yo o'g'li hoziroq ko'zini ochib, gapirib yuboradigandek mo'jiza kutardi. Meni eshityapsizmi, Fozilov? Farhod aka, bir narsani aytaymi? Tan olishga uyalardim. Men sizni yaxshi ko'raman. Shu so'zlarni aytganimda onai zor yana yig'lashga tushdi. Bemor yigit esa qilt etmadi. Yana qaytarchi bolam, Zora seni eshitsa. Men sizni sevaman. Takrorladim yana. Quloqiga ayt qizim. O'g'lingizni sevaman, xola. Farzandining qulog'iga pichirlangan izhor, o'z iltimosi, tinimsiz iltijolariga binoangina yangrayotganiga ishonch komil ona Allohga astoydil nola qilayotganimdan bexabar edi. Agar kasallardan biri hamshirani so'roqlab kirmaganida, yana qancha payt shu holatda o'tirishim yaratganning o'ziga ayon edi. Ko'z yoshlarimni artib, tashqariga yo'nalar ekanman. Kirganim zahoti karavatning oyoq tomoniga qo'ygan boychechaklarim yodimga tushdi. Ularni yigitning kaftiga qo'yib, ozg'in barmoqlari bilan qattiq qisar ekanman, asta shivirladim. Sizga boychechak olib kelgandim. Farhod, mana endi albatta tuzalib qolasiz. Chunki bu gullar xislatli. Bemor qimir etmas. Shunday bo'lsa-da, men telbavor qiyofada pichirlardim. Boychechaklar haqida rivoyatlar kam. Qahraton qishni yengib, bahorni boshlab kelguvchi shu mitti chechaklarni juda ham yaxshi ko'raman. Hamma yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Ular haqida nimadir yozmoqchi edim. Hikoya, qissa, bilmadim. Bitta zo'r ertakni bilaman. Aytib beraymi? Qishning so'nggi kunlarida boychechak nozik qo'lchasi bilan ustidagi qorni kuray boshlabdi. Ammo boshini chiqarib olishga kuchi yetmabdi. Noiloj qorga yalinibdi. "Xo'y janob, biroz surilib tura olmaysizmi?" debdi u holdan toyib.
Quyosh bilan suhbatlashib turgan qorning jahli chiqibdi. "Xoy, kimni janob deyapsiz? Ko'rmayapsizmi, men chiroyli, oppoqqina qorchechakman." Boychechak kulib yuboribdi. "Voy voy voy, qanaqasiga chechak bo'lasiz? Sovuqligingizni qarang. Mana men chechakman. Go'zal, maftunkorligimni qarang." Qor endigina unayotgan mittigina guldan xafa bo'lmabdi. Qo'ynidan nimanidir chiqarib boychechakka uzatibdi. "Manavi sehrli oyna. Unda zarralarimni 1000 marta kattalashtirib ko'rish mumkin. Qani, bir qarangchi." Boychechak ishonib ishonmay sehrli oynacha orqali qorga diqqat bilan tikilibdi. "Voy" deb yuboribdi u, ko'zlariga ishonmay. "Siz mendan ham chiroyli ekansiz. Haqiqatdan ham qor oppoq gullardan iborat chiroyli guldastaga o'xshardi." Boychechak sehrli oynadan arang ko'z uzib, beodobligi uchun astoydil uzr so'rabdi. Qor kulib yuboribdi. "Qo'ysangizchi, men haqimda yaxshi bilmasdingiz-ku. Siz bahor, men esa qishning chechagiman. Demak, qorchechaklar birlashib qorga aylanar ekan-da", debdi boychechak, sehrli oynadagi chiroyli manzaradan ko'z uza olmay. "Albatta, qorchechak deysa, shunaqa xursand bo'lamanki. Hali bu hammasi emas. Quyoshda tovlanib bug'chechakka, bulutga aylanib yomg'ir chechakka, yerga singib boychechakka ham aylanishimiz mumkin." "Endi bu yog'ini oshirib yubordingiz", debdi boychechak qorga qovoq uyib. "Hali qarindoshmiz ham dersiz?" Qor xandon otib kulibdi. "Hazillashdim. Yomg'ir tomchisiga aylanib qaytsak, bog'roq, daladash, qir adirning chanqog'ini qondiramiz. Keyin sizdek chiroyli gullar unib chiqadi." So'ng chuqur xo'rsinibdi. "Quyosh bobo bilan yana ozroq suhbatlashib olay, keyin eriyman. Siz esa bemalol chiqaverasiz." Boychechak birdan yig'lab yuboribdi. "Nega yig'layapsiz? Men faqat biroz kuting dedim xolos-ku." "Kutishga kutaveraman. Sizni ranjitish niyatim ham yo'q. Biroq hov anavi bolalarni ko'ryapsizmi? Ular meni qidirib qirga chiqishgan. Bugun ham hafsalalari pir bo'lib ketib qolishar ekanda. Nega buni avvalroq aytmadingiz?" debdi Qor. "Hozir biroz eriyman. Siz esa bemalol boshingizni ko'tarib olasiz." Qani, o'zim yordamlashib yuboraman." Qorning yordami bilan unib chiqqan bahor elchisi unga minnatdorchilik bildiribdi. Boychechak qidira holdan toygan bolalar asta qirdan tusha boshlaganida, hammadan ortda qolgan kichkintoyning qiyqirig'i yer u ko'kni tutibdi. "Ana boychechak!" Ertakni yakunlarkanman, yana bemorning yuziga umid bilan bukildim. "Sizga yoqdimi?" Uni yana aldadim. Bu ertakni hozirgina qanday to'qiganimni o'zim ham bilmayman. Tuzalib qoling Farhod. Bilaman, siz kuchlisiz, irodalisiz. Sizning, bizning farzandlarimiz ham bir kuni qo'llarida shu boychechaklardan ko'tarib kelib quvontirishsin. Navbatdagi tunni ham bedor kutgan bemorning onasi muolaja xonasiga kirib kelganida, derazadan mo'ralashga urinayotgan keksa o'rikning oppoq gullariga tikilib turardim. Farhodjonim ekkan o'riklar ham rosa gullagandir. U bog'da kuymalanishni yaxshi ko'rardi. Agar kasal bo'lmaganida hozir ham. Javob qaytarishga ulgurmadim. U meni o'ziga qaratib, qo'llarimdan tutar ekan, ularni asta o'pdi.
Bolamning qo'llaridan tutgan qo'llaringdan o'rgilay qizim. Buni hech qachon unutmayman. Tunov kungi achchiq gaplarimni kechir. Aslida bunga haqqim ham yo'q. Keyin o'zingni gunohkor sezma. Men ham sening yoshingda shunday bo'lganman. Buni hayo deb ataydilar. Kecha sen ularga bir muddat qarshi chiqishga o'zingda kuch topding. Bolamga qilgan iltifoting ajrini Yaratganning o'zi bersin ilohim. Qadringga yetuvchi yigitga yor bo'lgin. Ayol to'xtamay duo qilar ekan. O'g'li bilan bo'lgan yarim soatlik vaqtimni farzandiga bag'ishlagan 28 yillik hayotidan ustun qo'yishini va buning mukofotiga menga eng munosib xonadonga bekalik martabasini tilashini aytdi. Bilasanmi? Davom etdi. Qo'liga tutqazgan boychechaklaringni hech kimga bermabdi. Qanchalik harakat qilishmasin, Farhodjon kaftlarini ochmadi. Hozir ham shunday yotibdi. O'g'lim baxtli ekanini bilaman. Chunki sening shirin so'zlaringni eshitdi. Ertaging chiroyli ertak uchun rahmat qizim. Men haligi u eshitdi bolam. Allohga qilgan iltijoyingni ham eshitdi. Shunisiga ham shukr. Chimildiq nasib qilmayotgan jigari poram sevgan qizining e'tiboridan ham mahrum ketganida qiyomatga qadar yuragim yonib o'tardi. Bir lahzaga bo'lsa-da uni baxtiyor etganing ko'rinib turibdi. Yuzlarida bir ham chiroyli tabassum bilan yotibdiki, farishtani ko'rganday mamnun qizim. U kishi yashaydi, mana ko'rasiz. Ayol achchiq iztiroblar qalqib turgan nigohlari bilan bir muddat ko'zlarimga tik qaradi. Ko'rinib turibdi. Ko'nglim uchungina gapirmayapsan. Duo qil qizim, duo qil. Kelinim bo'lib ostonamda oppoq ro'mollarda salom berishingni, o'g'limning savlatlariga yarashib yashashlaringni men istamaymanmi? Ilk marta ishga kelganingda yo'q, nafaqat o'g'limning, balki mening qalbimni ham zabt etgansan. Shuning uchun haddim sig'ib, senga qattiq gapirdim. Haddim sig'ib sensirayapman. Goh kulib, goh bo'g'zidagi faryodni bosa olmay gapirayotgan ayolga nima deyishni, qanday tasalli berishni bilmay tosh qotgandim. Mening ham tomog'imga nimadir qadalgan. U nimaligini bilmasam-da, otilib chiqishni xohlardim. O'g'lingiz yashaydi. U albatta yashaydi, ayajon. Nima deding bolam? Qaytar. Farhod akam yashash shart. Siz uchun ham yashash kerak, ayajon. Ayol yelkasiga tusha yozgan ro'molini to'g'irlash bahona yerga tikilgan ko'zlarimga qarar ekan, mamnun xo'rsindi. Tilingdan o'rgilay bolam. Ayajon degan tilingdan o'rgilay. Uyimga kelin tushirganday, qo'lingdan bir piyola choy ichganday bo'ldim bolam. Endi armonim yo'q. Ilohim, baxtli bo'l. U yana yig'lab yuborsa, o'zimni battar gunohkor hisoblashimni xohlamadimi? Eshik tomon yo'nalar ekan, shart ortga o'girilib, qo'limga allaqanday daftarni tutqazdi. Farhodjonniki, bu senda qolsin. Endi darsingga bor. Biz bugun ketamiz. Mehringga, shirin so'zlaringga rozi bo'l qizim. Ortidan chiqmadim. Jonlantirish bo'limiga ham tushmadim. Apil-tapil kiyingach, ayol bergan daftarni sumkamga solib, liftni ham kutmay zinalardan pastga shoshdim. 5-qavatdan qanday tushganimni bilmayman. Tashqarida muzdek yomg'ir yog'ayotgan edi. Sochlarim, kiyimlarim ivib ketib borar ekanman, go'yoki bir muddat ushlansam, bir umr o'sha yigitga bog'lanib qolayotganday kasalxonadan uzoqroqqa qochib ketkim kelardi.
5 bekat shu tarzda yurganimdan so'nggina bu yo'ldan qatnovchi avtobusning tanish haydovchisi ulovini to'xtatib, eshiklarini ochdi. Jiqqa qo'l edim. Xayolparastlik bilan salom berganimni ko'rgan keksa haydovchi o'ng tomondagi o'zga yaqin bo'sh o'rindiqqa ishora qilib, ortiqcha savol bermay sochiq uzatdi. "Sochingni quritib ol, qizim, shamollab qolasan." Uning qizim degani Farhodning onasini eslatib yubordi. "O'g'lingiz yashaydi. U albatta yashaydi, ko'rasiz." Yo'lga yoki menga qarashni bilmay qolgan haydovchi avtobusni bekatlar oralig'ida to'xtatishga majbur bo'ldi. U endi og'iz ochgan zahoti old eshigini ochishni iltimos qildim. Qizargan ko'zlarim, yuzimdagi noaniq xavotir va xafagarlikni ko'rib, u indamay aytganimni bajardi. Avtobusdan sakrab tushib, yana o'sha yo'l bo'ylab kasalxona tomon chopar ekanman, nima qilayotganimni bilmas edim. Birinchi marta qalbimga ham, aqlimga ham bo'ysunmayotgan g'alati bir istak, tushunib bo'lmaydigan kuch boshqarayotgandi meni. O'qishga bormay, bir ahvolda qaytib kelganimni ko'rgan mudira o'z xonasiga taklif etdi. Darrov yechinib, xalat kiyib olishimni va qurinishimni tayinlar ekan, o'zi qaynoq qahva tayyorladi. Sovqatganimdan qaltirab qahvani ho'plar ekanman, Shohida opaga yalindim. "Farhodni olib ketishlariga yo'l qo'ymang." U bir muddat hech narsa demay, burchakka qo'yilgan televizorda berilayotgan allaqanday ko'rsatuvga qarab turdi. So'ng stol ustida turgan telefon go'shagini olib, aylana ichidagi raqamlarni tera boshladi. "Nigora, Fozilovning hujjatlarini tayyorlamay turing. Nimagaligini so'ramay, aytganimni qiling." Go'shakni joyiga qo'ygach, yonimga keldi. Yuzimni o'ziga qaratib savol berdi. "Nimaga bunday qilyapsiz? Shu sizga kerakmi? Tunov kuni onasining ko'z yoshlariga chidamay, sizni xonamga chaqirtirgandim. Lekin siz o'zingiz sevmagan insonga mehr berishga majbur emassiz. Qolaversa, bu yer onkologiya. Bo'limda yotgan aksariyat bemorlarning qismati tagin. Hammasining ko'ngliga qaray olmaymiz. Yoki birov biron narsa dedimi?" "Yo'q, o'zim." Uni Moskvaga olib borishmoqchi edi. Hammamiz, hattoki Rossiyadan chaqirtirilgan professorning o'zi ham foydasi yo'qligini oilasiga tushuntirmoqchi bo'ldik. Ammo yolg'iz bolasidan ajralishni istamayotgan qaysar ota bizni eshitishni ham xohlamadi. Mana, baribir foydasi yo'qligini axiyri tushunishdi. "U yolg'iz farzandmi?" "Ha, Farhod 3 yoshligida ota-onasi avtohalokatga uchragan. Orqa miya jarohati tufayli onasi bir necha yil falajlanib yotgan. 7 yil degan doyoqqa turgan u, ammo boshqa tug'a olmagan ekan. Otasi bo'lsa, ayolini azbaroyi sevganidan qaytib uylanmagan. Mana sizga vafo, sadoqat va sevgi haqida tayyor material. Eshitishimcha, she'r hikoyalar yozib turar ekansiz." "Shohida opa, Farhod nima uchun bu xastalikka chalingan?" "Bilmadim. Irsiy kasallikka moyilligi yo'q. Radioaktiv zonalarda ishlamagan. Kasal bo'lgunga qadar katta bir korxonada muhandis bo'lib ishlagan. Ha, aytgancha, sevgan va unashtirib qo'yilgan qizi uning tashxisini bilgach tashlab ketgan ekan." "Nima? U Don Juan shunaqa deyishadi-ku. Haligi shunaqa o'rtoq bo'lajak doktor. Qaysidir bevafo uni tashlab ketgan. Siz bo'lsa, o'zingizga yo'q joydan muammo orttirib darsdan qolib o'tiribsiz. O'rningizda bo'lsam, ko'zimni chirt yumib Fozilovni unutardim." "Uning yaqinlari bilan gaplashsam bo'ladimi?" "Nima haqda?
Otasining yuragi chatoq. Onasi siz qaytmasingizdan avval hushidan ketib qoldi. Uni ham o'g'lining yoniga yotqizishga majbur bo'ldik. Dik etib o'rnimdan turdim. Qahva uchun rahmat ham aytmay, mudiraga yalindim. Bugun reanimatsiyada qolsam bo'ladimi? Esingizni yeb qo'yibsiz. Iltimos opa, telefon qiling, ruxsat berishsin. Xo'p yoki yo'qni ham eshitmay, ikkinchi qavatga shoshdim. Sevgan qizi tashlab ketgan. U xastalikka chalingach tashlab ketgan. Shunaqasi ham bo'ladimi? Nahotki ko'ngil qo'yib, keyin uzish shunchalik oson bo'lsa? Mana, men sevib qola olmayapman-ku. Jonlantirish bo'limi ostonasida turgan yigitning yaqinlari hech narsa demay yo'l berishar ekan. Hech kimga qaramadim. Faqat har doim ko'zimga basavlat ko'ringuvchi otasi bukchayib, kichrayib qolganiga ahamiyat berdim. Oyog'imga maxsus baxila kiyib, ular yotgan xonaga kirdim. Ikkalasi ham sun'iy nafas olish apparatiga ulangan. Biri qo'yib, biri kirib chiqayotgan doktorlar yigitning qo'lidagi so'lib qolgan boychechaklarga qarab chuqur xo'rsinib qo'yishadi. Bir muddatdan so'ng shu bo'limning badjahl mudiri menga ko'zi tushib, ko'zoynak tepasidan qovoq uydi. Siz 4-bo'limda ishlaysiz shekilli? Ha, bu yerda nima qilyapsiz? Men nimaga dovdiraysiz? O'zimizda hamshiralar yetarli. Bilaman. Ha, Shohidaxon aytgandilar. Shirinman deng. Men javob berishga botina olmay, jim qotdim. Yashang qizim. Tarbiya bergan otangizga rahmat. Endi gap bunday. Bu yer har qalay jonlantirish bo'limi. Farhodning qo'lidagi gullarni olib qo'ying. Uning kaftini avaylab ochib, boychechaklarni olib qo'ymoqchi bo'ldim. Qani endi barmoqlarini yoqsa. Harakatlarimni kuzatib turgan shifokor kulib yubordi. Qarang, sizga ham bermayaptimi? Ha, kim bor, kim yo'q yana bahor kelguncha. Rostini aytsam, bunday tashxis bilan yigitchadan keyin kelgan bemorlarning qanchasi o'lib ketishdi. Но он держится. Молодец. Но чудеса бывают только в сказках. Mayli, ko'proq gapiring. Komadan chiqarish kerak. Ovozingizni iloji boricha ko'proq eshitish kerak. Onasi-chi? Ruscha, o'zbekchani chayib gapiruvchi shifokor ayolning ko'zlarini yirib ochib, tomir urishini sanab ko'rgach, mamnun iljaydi. 3 kunda oyoqqa turg'izamiz. Glavni bizning kasalimiz emas. Bilmadim. Kimdir mening o'shanda 21 yosh bo'lgan qizning harakatlarini oqlar, kimdir yo'q. Ammo men yonma-yon karavotda yotgan ona boladan eng yaqin insonlaridek mehrimni, xizmatimni darig' tutmadim. 3 kuncha darsga bormay, hamshiralarning o'rniga muolajalarni bajarib, ba'zan farroshning ishlarini ham qilardim. Allamahalgacha uxlamay, 2 karavot o'rtasida bolaligim, uyimiz, oilamiz haqida gapirsam, kunduzi qalin daftarimdagi hikoyalarimni o'qib o'tirardim. Shu orada 2 marta yelkasiga xalat tashlab olgan Farhod akaning dadasi menga bir dunyo yegulik ko'targancha kirib keldi. Yaqinlarining oldida birpas o'tirgach, menga nimadir degiz keladi-yu, gapira olmay sekin chiqib ketadi. Qadami uzilmayotgan shifokorlar 4-bo'limdan tushaverib o'zlariniki bo'lib qolgan bemorning u yoq bu yog'ini ko'rib, afsus bilan bosh chayqashsa, hamshiralar allaqachon u haqda o'tgan zamonda gapirishardi. Essiz, shunaqa chiroyli bola-ya, biram hazilkash edi. Nimaga hazilkash edi? U tirikku, deyman jahl bilan. Menga Marsdan tushgan o'zga sayyoralikka qaraganday tikiluvchi oq xalat sohiblari biz bunaqalarni ko'raverib pishib ketganmiz qabilida javob qaytarishardi. Birinchi bo'lib onaizor ko'zlarini ochdi.
O'sha payt yozgan yangi hikoyamni ovoz chiqarib o'qib o'tirgandim. O'g'lining tepasida o'tirgan odamni ovozidan tanigan mushtipar ayol yana yig'lashga tushdi. Uni yupatar ekanman, uvishib qolgan oyoqlarini uqaladim. Arang tinchlantirib shifokorni chaqirdim. Ayolni boshqa shifoxonaga yuborishga majbur bo'lishdi. Yana 2 kundan so'ng o'g'li ham ko'zini ochdi. Uning ahvoli yaxshilayotganini aytib tinchlantirgan Shohida opa meni darsga borishga majbur qildi. Bormasam ishdan haydalishimni po'pisa qilgach, noiloj ko'ndim. Ammo qani ma'ruzalar qulog'imga kirsa. Gohida xayolparastligim tufayli amaliyot chog'ida ham gap eshitib qolaman. Kursdoshlarim hayron. Bir qop yong'oq, vodiylik xushchaqchaq qiz o'ychan va g'amgin bo'lib qolganini hech kim hazm qila olmasdi. U vaqtlar hol ahvol so'rashga xizmat qiluvchi qo'l telefonlar yo'q. Bo'limdagisi esa xohlasa ishlab, xohlamasa dam olardi. Uning kundaligini o'qiyapman. Ilk marta ishga kelgani kunimdan boshlangan. Yarmidan ko'pi Navoiy g'azallari va Farhod monologi. Don Juan bo'lsa, Navoiyni o'qirmidi? Savol beraman o'zimga. Ammo uni sevib qolishimga ishonchim komil emas. Eng oxirgi yozuvlarni ham o'qib tugatdim. Agar Alloh yana 1 yil, atiga 1 yilgina umr berganida Madinani hech kimga bermasdim. Hech bo'lmasa, o'ziday chiroyli bitta qizcham bo'lganidami? Uyatsiz, qizchamish. Meni hali turmushga chiqish niyatim yo'q. Institutni bitirib, ilmiy ish qilmoqchiman. Shu bedavo dardga davo topishni istayman. Avval Nobel mukofoti haqida ham o'ylardim. Hozir uni orzu qilmayman. Faqat saratonning davosini topsam bo'ldi. Ammo uning ham orzu qilishga haqqi bor. U ham menga o'xshagan inson-ku. Mayli, unga qo'limdan kelganicha yordam beraman. Navbatchi bo'ladigan kunim kasalxonaga kela solib, 15-xonaga kirar ekanman. Eshikka tikilib turgan qadrdon nigohlarga ko'zim tushdi. U maxsus karavotning ko'tarilgan temiriga suyangancha qotib qolganga o'xshardi. Nazarimda, u bir necha kun shu taxlit yo'limga ko'z tikib, haykalga aylanib qolgan edi. To'g'ri borib, bag'riga otilgim keldi-yu, bir qadam qolganida to'xtab, karavot oldida tiz cho'kdim. Farhod ozg'in barmoqlari bilan sochlarimni silar ekan, barmoqlar titrayotgani sezilib turardi. Birozdan so'ng o'zimga kelib, uyalib ketdim. Yuragim gursillab urar. Avval hech qachon bunday qilmaganim uchun likopchada turgan olma yangliq qizarib ketgandim. Xonada boshqa hech kim yo'q. 3 daqiqagacha bir-birimizga gapirmay, indamay turdik. Boy chechak qorni nima deb eritgan ekan? Siz? Bu bor yo'q ertak-ku. Yana bir marta aytib bering. Uni o'zim to'qigandim. Bilaman. Qarang, shunday buyuk Navoiy boy chechaklari haqida hech narsa yozmagan ekan. O'zim ham shu mitti gullarni unchalik xush ko'rmasdim. Yana olib kelasizmi? Uning bosh tomoniga osib qo'yilgan va allaqachon so'lib qolgan boy chechaklarimga ko'zim tushib, jilmaydim. Albatta, agar bozorda qolgan bo'lsa. Ikkalamiz ham kulib yubordik. Xonaga uning dadasi kirgach, uyalib tashqariga yo'naldim. Bechora ota. Bemavrid kirib qolganidan xijolat bo'lib qoldi. Biroz vaqt o'tib, ovqatlanib o'tirgan xonamizga qo'lida yana bir dunyo yegulik bilan kirib keldi. Qizim, shularni baham ko'ringlar. Ovqat, meva-chevalar bor. Uning qo'lidan xaltalarni olar ekanman, yuziga qaray olmayman.
Sekingina rahmat aytsam, kaftini ochib, astoydil duo qildi. Sizga rahmat qizim. Iloyo kam bo'lmang. O'sha kuni 15-xonaga boshqa kirmadim. Farhod akaning kechki muolajalarini ham sherigimga qoldirdim. Ertalab atayin xonadan chiqib ketayotgan otasini ko'rgan bo'lsam ham sherigimdan iltimos qildim. Kunlar shu taxlit o'tardi. Men navbatchilikka kelaman, ammo u yotgan xonaga kirmayman. Qolaversa, daftardagi dil izhorlaridan so'ng butun yuragi bilan menga talpinib turgan yigitga nima deyishni bilmasdim. Bu orada boshqa kasalxonaga yotqizilgan onasini ko'rgani borib turdim. Shartak qizni yuvosh tortib qolganini va buning sababini sezib turgan ayol siniq jilmayib qarshi oladi. Ammo bir daqiqa o'tmay xonadoshlariga mening kelinim deb maqtana boshlaydi. Uzun bo'ybastimga xiyol qizarib, jilmayib turgan yuzimga qarab turganlarga yolg'on bo'psa ham qiladi. Ko'p qaramanglar, ko'zingiz tegib qoladi. Obdon xursand bo'lgach, sheriklarini muolaja xonasiga kuzatib, uzr ham so'rab qo'yadi. Ayibga buyurmagin qizim, bir yayrab oldim-da. Menga havas qilganlarini ko'rdingmi? Hamma ham senday kelinni orzu qiladi-da. O'qigan, chiroyli. O'zim ham bir orzu qilib oldim-da. Yana bir gal kelganimda ayol o'rnidan turib shifokordan ruxsat olgach, meni boqqa boshladi. Chetroqdagi o'rindiqni tanlab, o'tirishimni so'rar ekan, gapni uzoqdan boshladi. Boshqa tug'a olmasligimni aytganlarida dunyo ko'zimga tor bo'lib ko'ringandi. Ammo Farhodim borligi dalda bo'lib, mana 50 ga ham kirib qo'yibman. Qancha qistovga olmayin, otasi boshqa oila qilmadi. Bu dard o'lgur yopishmaganida o'g'limni to'yini qilib, hozir nevarali ham bo'larmidik. Bir hisobda Alloh haq. Og'ir kunda oldida bo'la olmaydigan bevafoni oilamizga yaqinlashtirmaslik uchun shu kunlarni boshimizga solgandir. Qizim, kecha dadasi aytdi. Farhodjon ancha yaxshi ekan. Biroz kuchga kirsin, Moskvaga olib ketamiz. Sen o'zingni qiynab qo'yma. Biror narsa desa, xo'p degin u, ammo bajarishga majbur emassan. Yana ozgina aldab tur. Yo'q. Oldin ham aytganman sizga. O'g'lingizni aldamayman. U qo'rqib etagimga yopishdi. Qizim, yana nima bo'ldi? Jon bolam, ozgina yolg'on bilan gunohkor bo'lib qolmaysan. Etagimni ayolning qo'llaridan bo'shatib, uning ko'zlariga tik qaradim. Ayajon, men o'g'lingizni aldamayman. Unga tegaman. Bu gapni eshitgan, aylanib yurgan bir ikki bemor biz tomonga qarab baqirayib qoldi. Kelinim deb maqtanishni bilasiz-ku, to'ydan qochyapsizmi? Farhod akaning onasi indamadi. Faqat bodirab chiqqan moma qaymoqlarga uzoq tikilib xo'rsindi. Buning iloji yo'qligini sen ham, men ham yaxshi bilamiz. Tegamanmish. Qanchalik yashirishmasin, o'g'limning qancha umri qolganini yaxshi bilaman. Ayajon, yuzlandim unga iloji boricha yumshoqlik bilan. Siz Xudo emassiz-ku, bandasining qancha yashashini biladigan. Ana, doktorlarning o'zi aytdi. O'g'lingiz 100% tuzalib ketishi mumkin. Ayolning hov birdagi kabi jahli chiqib o'rnidan turdi. Men sendan o'g'limni aldashni iltimos qildim, o'zimni emas. Rol o'ynay olmaymanmish. Baloday o'ynayapsan-ku, ammo menga tishing o'tmaydi. Ikki dunyoda alday olmaysan.
Shaxt bilan uzoqlashayotgan ayolning orqasidan qarab qolar ekanman. Yelkamga tushgan o'rik guliga qarab pichirladim. Faqat Farhodga tegaman. Axir men shirinman-ku, to'g'rimi? Hali shu qaysar xotinning og'zini ochib, bir xizmatlarni qilay, aytgan gaplar uchun uyalib qolsin. Gul bilan sirlashar ekanman. Endi o'zimni aldayotganimni bilmasdim. Bilsam ham tan olgim kelmasdi. Chunki bu dardga chalinganlarning birortasi tuzalmaganini eshitganim sari qo'lim hech qachon yetmaydigan yulduzga oyog'im ostiga to'nka qo'yib cho'zilayotganga o'xshardim. Men sevib qoldimmi? Bilmadim. O'zi birortasini sevganmidim? Ha, maktabda o'qib yurganimda. Ammo tuyg'ularimni o'sha kalondumoq yigitning o'zi ham bilmagan. Institutdachi, birinchi bosqichda o'zimizdan 4 bosqich yuqorida o'qiydigan bir bola yaxshi ko'rib qolgandi. Darvoqe, uning ham ismi Farhod-ku. Shu vaqtgacha e'tibor bermaganimni-chi. Ko'hna samarqandlik bo'lajak hamkasbim 2 yil ortimdan soyadek yurdi. Men avval yozganimdek mag'rur, faqat o'qishnigina o'ylardim. Ikkinchi bosqichni bitirganimizda arang jur'at topib sevgi izhor qilgan birinchi Farhodjon 3-bosqichga o'tar chog'imiz uylanib, xotinini yetaklab keldi. Demak, meni hech kim shu bemor yigitchalik sevmagan. Unga nisbatan yuragimda hali muhabbat ildiz otmagan bo'lsa-da, g'alati bir iliqlik, yaqinlik bor. Hali shunaqa sevib qolayki, tavba. O'sha vaqtlar dadam misol qilib ko'rsatgan oq ipning qayerida turganimni ham o'ylab ko'rmabman. Begona yigitning qo'lidan tutgan qizni, bu harakatlarini yelkadagi qaysi farishta yozadi? O'ngmi, chapmi degan savolgina qattiq qo'l dadamning norozi qiyofasini eslatdi. Ammo darrov o'zimni oqladim. Shunday qilmasam, u o'lib qolardi-ku. Bir narsaga amin edim. Men o'zimga to'g'riman. Hissiyot va hirsning farqini bilaman. Va endi Farhod aka faqat uylanganidan so'nggina menga qo'lini tekkizadi. Ammo tuzalmasa-chi? O'lib qolsa-chi? Yo'q. Bu haqda o'ylamayman. Faqat yaxshi niyat qilaman. Biror kun uni albatta sevib qolarman. O'sha bahor kunlarning birida yana bir quvonchli hodisa yuz berdi. Kechki ukollarini tugatib, muolaja xonani yig'ishtirayotgan chog'im ochiq turgan eshikdan tanish ovoz eshitildi. Ovozni tanib garangsirab qolganim mayli. Saraton tufayli ancha vaqtdan buyon o'rnidan tura olmayotgan Farhod akaning yurib kelayotganini ko'rib, yig'lab yubordim. Qo'ltig'idan suyab kelgan otasi esa o'g'lini kushetkaga o'tkazib, bahona topib bizni xoli qoldirdi. Yaxshimisiz Shirin? Zo'r. Ikkalamiz ham kulib yubordik. U hol ahvol so'rar ekan, ginaxonlikka o'tdi. Avvallari yaxshi ekan. Har navbatchilikda 2 mahal kirib turardingiz. Endi shundan ham mahrum bo'ldik. Ovozingiz ham avvalgidek jaranglamaydi. Yoki atayin bizning xonamiz tomonda sekin gapirasizmi? Yerga qaragancha indamay turarkanman. Bu insonga nisbatan qalbimda qanday hissiyotlar borligini chamalashga harakat qilardim. Rahmmi? Yo'q. Shafqatmi? Yo'q. Muhabbatmi? Yo'q. Unda nima? Reanimatsiyada onam ikkalamizga qarabsiz. Endi armonim qolmadi. Sizday chiroyli qiz bizday g'aribga shafoat, marhamat ko'rsatdingiz. Darsga ham bormabsiz. Endi menga va'da berasiz. Sizdan juda ham yaxshi, oq ko'ngil shifokor chiqadi. Erkaliklarimni esa kechiring singlim. Quloqlarimga ishonmadim. Nima?
u meni mazax qilyaptimi? Ko'nglimdan kechirayotganlarimni anglab turgan Farhod aka siniq jilmayib davom etdi. Ertaga ketyapmiz. Ketishlarini bilardim, ammo ertagaligini eshitmaganim uchun g'alati ahvolga tushdim. Har bir erkak sizday qizga uylanishni orzu qiladi. Agar kasal bo'lmaganimda, yo'lingizdan chiqqan hamma yigitlarni adabini berib, bir umr siz bilan yashab o'tardim. Biroq bu ham bir sinovda. Umrim yakunida sizni ro'baro qilib turibdi. Mendan rozi bo'ling. Oxirgi jumlani shu qadar qat'iylik bilan aytdiki, u go'yo rostdan ham o'limi oldidan rozi rizolik so'rayotgandek qo'rqib ketdim. Siz ham menga va'da bering, dedim uning yoniga o'tirib. Qayerda operatsiya qildirsangiz ham o'lmaysiz. 21 ga kirib, qo'limni hali hech qaysi yigitga ushlatmagan edim. Reanimatsiyada sizni hayotga qaytarish uchun ertalabgacha qo'lingizni ushlab, tinmay duo qildim. Men sizni sevib qoldim deb aldamayman. Ammo ishonchim komilki, yuragimdagi tuyg'ular rahm shafqat emas. Ularning nimaligini hali o'zim ham bilmayman. Faqat xonangizga kirishga uyalib qolganman. U yalt etib menga qaradi. Nimadir demoqchi bo'ldi-yu, indamadi. Yana bir va'da bering, davom etdim men. Menga albatta uylanasiz. Sizni kutaman va biz juda ham baxtli bo'lamiz. Siz muhandis, men shifokor bo'lib ishlaymiz. Mening kitoblarim nashr etiladi. Mashhur yozuvchi bo'lib ketaman. Mashhur yozuvchi bilan yashash osonmi? Ikkalamiz ham kulib yubordik. Ertasiga yakshanba edi. Ularni kuzatgan aeroportga bormoqchi edim. Farhod aka unamadi. Kechagi mahzunlikdan asar ham qolmay, xonaga olib kirilgan nogironlar aravachasida o'tirgancha hazil qildi. Kutaman deng Shirin. Kutaman. Sevaman deng Shirin. Sevaman. Bu so'z shunchaki bir savol-javob tarzida lop etib og'zimdan chiqib ketgan bo'lsa-da, yuraklardagi safar oldi g'ashlikni tarqatib yubordi. Unda eshiting. Eson-omon qaytib kelsam, kamida 6 ta bolamiz bo'ladi. Chunki mening aka-ukam, opa-singillarim yo'q. Bolalarimning jigarlari ko'p bo'lishini xohlayman. Keyin shaharda emas, toqqa kattakon villa qurib, o'sha yerda yashaymiz. Chunki kasalxonada yotaverish jonga tegdi. Noshukr, dedim qovog'imni uyib. Agar shu yerda yotmasangiz, meni uchratarmidingiz? Yana sevishlariga o'laymi? Farhod aka maza qilib kular ekan, yengilganini tan olib, ikki qo'lini ko'tardi. Bo'ldi. Sizga uylansam, hamma gaplarimni o'ylab gapiraman shekilli xonim. Albatta. O'sha kuni shu tarzda quvnoqlik bilan vaqtni o'tkazdik. Aeroportga olib ketguvchi mashina kelganidagina ma'yus bo'lib qolgan Farhod akani o'zim aravachada yetakladim. U liftda ham, bog' oralab darvozaxonaga qadar cho'zilgan uzun yo'lakda ham miq etmadi. Ota-onasi bizdan ancha avval tushib, poylab turishgan ekan. Uni mashina saloniga o'tkazishib, aravachani orqa kapotga joylagach, men bilan xayrlashdi. Bir qancha muddatda qadrdonlarimga aylanib qolgan insonlar bilan ajralish nihoyatda og'ir edi. Mashina joyidan qo'zg'aldi. Xuddi shu mahal o'tirgan joyidagi derazani tushirgan Farhod aka meni oldiga chaqirdi. Yugurib borib, nimadir dermikin degan ilinjda og'ziga qaradim. Ammo u men mutlaqo kutmagan gapni aytishi xayolimga ham kelmagandi. Ko'zlari to'la yosh, bo'g'ziga qadalgan tosh bilan iltijo qildi. Sizni sevmaganman singlim. Bittagina iltimosim,
Baxtli bo'ling. Unga gapirishga ulgurmadim. Shoshqaloq haydovchi mashinani joyidan jildirgan. Qolaversa, men bilan shu tarzda aynan shu gaplarni aytib xayrlashni Farhod akaning o'zi xohlagandi. Ro'barosi 2 kundan so'ng esa Moskvadan xunuk xabar keldi. Farhod akaning ahvoli samolyotda yomon bo'lib qolib, kasalxonaga yetishlari bilan joni uzilgan edi. Bu gapni eshitib, qay ahvolga tushganimni tasvirlab bera olmayman. Go'yo butun dunyo bo'm-bo'sh. Shu bo'm-bo'sh dunyosiga ham sig'mayotgan qalbim faryod urardi. Yig'idan qizarib ketgan ko'zlarimni ko'rgan Shohida opa meni uyga jo'natib yubordi. Ishonmayman. Qaytarardim telbavor. Shohida opadan olgan raqam orqali Moskvadagi kasalxonaga qo'ng'iroq farzand, mushtipar ona, sovuq kasalxona va ketib borayotgan taksining tushirilgan oynasidan eshitilgan vidolashuv so'zlari qulog'im ostida qayta jarangladi. Men sizni sevmaganman, singlim, sevmaganman. Ammo men sevib qolgandim. Qizim, boychechakdan oling, unga yetganlar bor, yetmaganlar bor, degan sotuvchi xolaning so'zlaridan xayolim bo'lindi. Indamadim. Negadir shu boychechakchi xola bilan rosa dardlashishni xohlardim. Boshimdan kechgan va shu mitti gullarga ham aloqasi bor xotiralarimni unga aytib berib, oz bo'lsa-da ko'nglimni yozgim kelardi. Lekin uning fikri zikri savdoda edi. Qo'lidagi bahor chechaklarining xislatini emas, qiymatinigina ko'rib turgan xotindan xafa bo'lib, tog'oradagi hamma boychechaklarni sotib oldim. Ko'zlarimga surgach, mitti gullariga pichirladim. 10 yil avval bir insonning qo'lidan sizlarni hech kim tortib ololmagan edi. Endi o'sha insonning o'zi yo'q. Balki allaqachon u ham boychechaklarga aylanib unib chiqqandir. Bilaman, siz oddiy gul emassiz. Agar qalbimdagi armonimni o'qib turgan bo'lsangiz, unga rostdan ham o'shanda uni sevib qolganimni, qidirganimni, kutganimni yetkazing. Madina, hamma joying loy bo'ladi-ku. Shundagina men tomon chopib kelayotib, ko'lmakka o'tirib qolgan ko'ptok egasi adashim ekanini bildim. Ortimdan yugurib kelgan onasi o'rindiqqa o'tirgancha uning ishtonini almashtirar ekan, qizchani yengil koyirdi. Darhol ayolga qarashib yubordim. Shunaqada bolalar, bir pasda hamma joyini shalabbo qilishadi. Dadasi mashinani qo'ygani ketgandi. Rahmat sizga. Qo'limdagi boychechaklarga tikilib turgan qizchaning yuzidan o'pib, unga bir bog'lam boychechak uzatdim. Oling, adash. Bu gullarni xislati bor qizim, mahkamroq ushla. Tanish.
Nihoyatda qadrdon ovozda berilgan buyruq egasiga qarab qotib qoldim. Qarshimda u turardi. Baland bo'yli, ancha to'lishgan, sochlariga oq oralagan, ammo ko'zlari hamon o'shanday charaqlab turgan odam. Farhod edi. Bir muddat ko'zlarimiz to'qnashdi. Qanaqasiga? Siz o'lgan edingiz-ku? U xiyol kulimsiradi. Tirilib keldim, Shirin. Qiziga ishtonchani chalak yeygizgan juvon ikkimizga qarab qotib qolgandi. Kitoblaringiz chiqdimi? Qayerda edingiz? Bir muddat soat millari orqaga aylanib, o'sha nomi sovuq kasalxonaga qaytganday bo'ldim. O'sha yangi ishga kirgan kezlarim, shaxmat tufayli chirog'i o'chmay qolgan xona, bemorlarning ovozi qulog'im ostida jarangladi. U sizni sevib qolgan, Farhodga rahmingiz kelsin. Baxtlimisiz? Sizchi? Ikkimizning qalbimizdan otilib chiqayotgan bu savollar besas yangradi. Zero gapirishga ikkalamiz ham ojiz edik. Shu payt kutilmagan holat ro'y berdi. Opajon, deb meni quchoqlab olgan ayol qo'llari qaltirab, qo'l telefonidan kimgadir qo'ng'iroq qildi-yu, so'ng telefonni eriga uzatdi. Mana, o'zingiz ayting. Farhod akaning ko'zlari menda qo'liga tutqazilgan telefonni omonat ushlab turganga o'xshardi. Allo, ayajon, menman. Sizga surprizim bor. Mana, o'zi bilan gaplashing. U telefonni menga uzatdi. Qo'lim qaltirab uni olar ekanman. Go'shakdan 10 yil avvalgi qadrdon ovoz yangradi. Tushunmadim, Farhodjon, qanaqa surpriz? O'zimni tutib olib javob berdim. Men, ayajon, o'sha surpriz menman. Qizim, yaxshimisiz? Uning piq-piq yig'layotgani sezilib turardi. Ko'nglini birpas bo'shatib olgach, davom etdi. Ha, dunyo tordi. Axiri uchrashibsizlar. U mendan qayerga turmushga chiqqanimni, nechta bolam borligi, hozir nima qilayotganim u, nima qilmoqchi ekanimni obdon surishtirar, hech gapi tugay demasdi. O'g'limning taqdirida sog'ayish bor ekan. Mana yashayapti. Lekin sizni rosa qidirdi. Uzatilib ketganingizni eshitgach, ishonmay tushgan mahallangizgacha bordi. Uzoqdan ko'rib, indamay orqasiga qaytgan va taqdirga tan bergan. Farhod akaning onasi xayrlashishdan avval o'g'liga telefon raqamimni yozib berishimni iltimos qildi. Suhbatimiz yakun topgach, kichik Madinani qo'limga oldim. Qizimni faqat ertaklaringiz bilan uxlatamiz, jilmaydi Farhod aka. Yana savol nazar bilan unga qaradim. Qayerda edingiz? Ma'lum bo'lishicha, o'shanda ular Moskvaga uchayotgan samolyotda mazasi qochgan u emas, otasi ekan. Aeroportda kutib turgan tanish professor yaqinroq deb ularni to'g'ri o'zi ishlaydigan klinikaga olib borgan. Ammo darvozadan kirar-kirmas otasining joni uzilgan. Kutilmagan zarbadan ahvoli yana og'irlashgan o'g'ilni qolishga amallab majburlagan ikki amakisi va onasi otaning jasadini olib O'zbekistonga qaytishga majbur bo'lishgan. Farhod akaga Moskvada emas, Germaniyada davolanish samara berishini aytishgani uchun u tanish professor bilan Yevropaga jo'nab ketgan. 4 yildan so'ng butunlay davolanib chiqqach, Farhod aka meni rosa qidiribdi. Kasalxonaga borsa, shifokorlar ko'rib qo'rqib ketishibdi. Tanish Farrosh xola esa kalima qaytarib hushidan ketibdi. Hammasini kino tasmasida ko'rganday bo'ldim.
Bu voqealarni ipidan ignasigacha bilguvchi ayoli kulib so'zlashda davom etdi. Qarang, opa, qizimiz menga ham, dadasiga ham o'xshamaydi. 2 tomchi suvdek sizga o'xsharkan. Sariq sochlari, keng peshonasi va yana qayeridir menga o'xshab ketuvchi qizchani lo'ppi yuzlaridan o'pib shukrona keltirdim. U tirik. U ham bu dunyoda men nafas olgan havodan nafas olyapti. Onaning yolg'iz farzandi o'lmagan. Uning ham avlodi davom etyapti. Muhabbatmi? Muhabbat bor. Chin muhabbat abadiy. Pok sevgi yuraklarda yashayveradi. U borki chiroyli dostonlar yaraladi. O'lmas g'azallar yoziladi. Hamma oshiqlar bir-biriga yetishganida Navoiy, Fuzuli kabi hamsanavislar asarlari boqiy bo'larmidi? Ularga baxt, saodat tilab xayrlashdim. Bekatga yetib qolganimda u ortimdan chopib keldi. Shirin, telefon raqamingizni bering. Unga tikildim. O'lganini eshitib, qo'shni tumandan yig'lab qaytgan telbavor qiyofam ko'z o'ngimda qayta namoyon bo'ldi. Ammo afsuski endi u menga butunlay begona edi. Yo'q, dedim qat'iy. Moskvaga ketayotib aytgan gapingiz yodingizdami? Sizni sevmayman, baxtli bo'ling singlim degan edingiz. Men baxtli bo'lishga harakat qildim. Sizga esa faqatgina shu boy chechaklarnigina bera olaman xolos. Bahoriy chechaklarning xushbo'y iforidan to'yib hidladim. Ularga ko'zimdan tomgan bir tomchi yoshnikina qo'shib unga uzatdim. Men rostdan ham baxtli edim.